Ilgari erkak deyilganda nimani tasavvur qilar edik? Shuna degan yelka, mas'uliyat, tik turish. Hozir yonoqqa pardoz, filtrli istoriyalar. Yana nima emish? Xafa bo'ldim deb qo'yadi. Nimaga xafa bo'ldingiz, yigit? Sevgan qizini tashlab ketdi. 3 kun ovqat ham yeya olmadim deydi. Ya, g'alati emasmi? Men hissiyotga berilib ketaman deydi. Mayli, lekin ozgina erkak ham bo'lish kerak edi. Chunki hissiyot boshqa, mas'uliyat boshqa. Bu ishda bunaqa bo'lmaydi, ukalar. Endi ayollarga o'tsak. Ilgari ayol deyilganda iffatli, nafosat bilan yuradigan latofatli ayollarni esga olar edik. Hozir erkaklar bilan janjalga kiradi. Men hech kimga muhtoj emasman deydi. Men ham erkak, ham ayol bo'laman deydi. Bunaqa bo'lmaydi, iltimos. Bitta ayol bo'lsanglar yetadi. Hamma narsa chalkash. Shu qadar chalkashki, erkaklar makiyaj qiladi, ayollar kickboks bilan shug'ullanadi. Erkaklar yig'laydi, ayollar baqiradi. Ayollar nikohdan sovigan, erkaklar uydan qochadi. Oila degan so'z Google qidiruv trendlaridan allaqachon tushib ketgan. Bilim nima deydi? Bilim esa testosteron tushib ketgan, tug'ilish kamaygan, nikohdan o'tish yo'q, ajrimlar soni ko'paygan deydi. Lekin nima emish? Erkinmiz deyishadi. Aslida esa yolg'iz holda erkinmiz. Ayol erkak bilan raqobat qiladi. Erkaklar esa ayol bilan olishadi. Ammo ikkalasi ham farzand tarbiyasiga bee'tibor. Farzandlar ekran qarshisida ulg'aymoqda. Oila esa Instagram reelsiga o'xshaydi. Tezda o'tkazib yuboriladi. Xo'sh, natija nima? Natija ayollik unutilgan, erkaklik esa noqulay deb o'zgartirib yuborilgan. Xullas, erkaklar maniga bo'lib qolgan, ayollar esa qirol. O'rtada na saroy bor, na tinch yashayotgan avlod. Fikrlarni esa izohlarda yozasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.